Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 8-mavzu axborot texnologiyalari tushunchasi va talablari, geografik ishlov berish turlari, axborot tizimlariga ishlov berish uchun qo'llaniladigan texnologiyalar mavzusida gaplashamiz. Qisqacha kirish: prezentatsiyada axborot texnologiyalari tushunchasi, asosiy talablar, geografik ishlov berish turlari va axborot texnologiyalari uchun qo'llaniladigan texnologiyalarni aniq va vizual holatda taqdim etamiz. Axborot texnologiyalari o'zi nima? Geografik axborot tizimi fazoviy ma'lumotlarni to'plash, saqlash, boshqarish, tahlil va vizualizatsiya qilishga mo'ljallangan kompyuter tizimidir. Ilk rivojlanishi 1960-yillarga borib taqaladi va bugun sog'liqni saqlash, shaharsozlik, yer resurslari va ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Axborot texnologiyalari bu ma'lumot, geografiya, qaror qabul qilishda intuitiv va vizual asosdan iborat hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining asosiy komponentlari quyidagilardir. Birinchi o'rinda ma'lumotlar, vektor, raster yoki atribut ko'rinishidagi ma'lumotlar. Dasturiy ta'minot, ArcGIS, QGIS, MapInfo, ERDAS, Imagine va boshqa dasturiy vositalar. Texnik vositalarga kompyuter, server, GPS qurilmalari yoki skaner, plotterlar misol qilib keltirishimiz mumkin. Foydalanuvchilarga mutaxassislar, tahlilchilar, usullar va algoritmlarga analitik, statistik va modellashtirish usullarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Axborot texnologiyalarining asosiy talablari: ma'lumotlarni yig'ish, bizga zarur bo'lgan koordinatalar, yer chegaralari, kadastr, ijtimoiy va iqtisodiy atributlar. Saqlash va boshqaruv, katta hajmdagi fazoviy ma'lumotlar bazasi, metadata yoki versiyalash. Tahliliy va modellashtirish, fazoviy analizlar, zona tahlillari va model qurish va bashoratlash. Vizualizatsiya, interaktiv xaritalar, diagrammalar va hisobotlar, qaror qabul qilish uchun vizual dalillar. Geografik ishlov berish turlari umumiy ko'rinishi: axborot texnologiyalarida ishlov berish asosan vektor va raster usullariga bo'linadi. Masofadan zondlash yoki kadastrga oid maxsus jarayonlar ham keng tarqalgan. Axborot texnologiyalari uchun asosiy talablar quyidagilar bo'ladi. Aniqlik, ya'ni ma'lumotlarning geografik koordinatalari ishonchli bo'lishi kerak. Yangilanish imkoniyati, tizimdagi ma'lumotlar muntazam ravishda yangilanib borishi zarur. Moslashuvchanlik, turli formatdagi ma'lumotlarni qabul qila olish qobiliyati. Integratsiya, boshqa tizimlar bilan o'zaro ishlay olishi kerak. Interaktivlik, foydalanuvchiga tahlil va vizualizatsiya uchun qulay interfeys. Ishonchlilik va xavfsizlik, ma'lumotlarning himoyalanganligi va uzluksiz ishlashini ta'minlash. Vektor va rasterli ishlov berishni quyidagi rasmlarda ham farqini ko'rishimiz mumkin. Vektor ishlov berishda nuqta, chiziq, poligon, aniq obyektlar, yo'l tarmoqlari, hudud chegaralari, analiz, topologiya va marshrutlash kabi vazifalarni bajaradi. Rasterli ishlov berishda satellitlik tasvirlar va ortofoto piksellar asosida tahlil, land cover klassifikatsiyasi va NVD kabi indekslarni o'z ichiga oladi. Masofadan zondlash va maxsus ishlov berish. Masofadan zondlash bu dronlar, sun'iy yo'ldoshlar orqali ma'lumotlar yig'ish, maxsus ishlov berish, kadastr, yer boshqaruvi, tuzilmaviy o'lchovlar va monitoring uchun mo'ljallangan jarayonlardir. Obyektni aniqlash va klassifikatsiya berish, o'zgartirish, aniqlash chegaralarini yoki 3D model va ortofoto yaratish uchun masofadan zondlash texnologiyalari keng qo'llaniladi. Axborot texnologiyalarida ishlatiladigan asosiy texnologiyalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ma'lumotlar bazalari: PostGIS, Spotlight, NoSQL yoki fazoviy indekslash, performans va kengayuvchanlik. GIS dasturlariga ArcGIS, QGIS, MapInfo, tahlil, xaritalash, ishlab chiqish uchun asosiy vositalar, masofadan zondlash uchun sun'iy yo'ldoshlar, dronlar yoki lider yuqori aniqlikdagi fazoviy ma'lumotlar manbalari. Sun'iy intellekt, GUI, obyektni aniqlash, segmentatsiya yoki bashoratlash va avtomatlashtirishga qaratilgan tahlillar. Geografik ishlov berish turlari axborot tizimida ma'lumotlar ishlov berishda quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchi o'rinda ma'lumotlarni kiritish, ya'ni input qilish, kartografik materiallar, GPS o'lchovlari, raster yoki vektor ma'lumotlarini tizimga yuklash. Ma'lumotlarni saqlash va boshqarish, ma'lumotlar bazasida geobaza strukturaviy saqlash. Ma'lumotlarni tahlil qilish, processing analizing, masalan, relyefni modellashtirish, masofa, maydon, bufer zonalarini hisoblash. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, output, xarita, 3D model, diagramma yoki interaktiv interfeys ko'rinishida chiqarish. Ma'lumotlarni yangilash va arxivlash, eski ma'lumotlarni saqlash va yangi ma'lumotlar bilan almashtirish.
Geoaxborot texnologiyalarida GeoAI, ya'ni geosuniy intellekt va GAT integratsiyasini ko'radigan bo'lsak, geoaxborotlarda sun'iy intellekt geografik ma'lumotlarga sun'iy intellekt usullarini qo'llash, bu murakkab fazoviy munosabatlarni aniqlash, ofatlarni bashorat qilish va tabiiy til orqali ma'lumotlarga murojaat qilish imkoniyatini beradi. Amaliy misol qilib, shaharsozlikda optimal joylashuvni aniqlash va favqulodda holatlarda xavf zonalarini bashorat qilishdir. Kelajakda tendensiyalar va infratuzilma geoaxborot texnologiyalari rivojlanishidagi asosiy 4 yo'nalishni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bulutli geoaxborot texnologiyalari va big data integratsiyasi, real vaqtda ma'lumotlarni yig'ish va oqim tahlillari, 3D xaritalar, raqamli egizaklar, digital twins yoki ochiq ma'lumotlar va hamkorlik platformalari. Geoaxborot tizimlariga ishlov berish uchun qo'llaniladigan texnologiyalarni quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi asosiy qo'llanilgan Esri kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ArcGIS dasturi eng keng tarqalgan GAT platformasi bo'lib, fazoviy tahlil va xaritalash uchun ishlatiladi. QGIS ochiq manbali geoaxborot texnologiyasi dasturi bo'lib, turli formatdagi ma'lumotlarni ochiq manbalar orqali qo'llab-quvvatlaydi. RDS Imaging rasterli tasvirlar, ya'ni sun'iy yo'ldoshdan yoki aerofotodan olingan rasmlar bilan ishlash texnologiyasi. AutoGAT Map 3D injiniring xaritalarni yaratish va tahrirlash uchun ishlatiladi. Google Earth Engine bulutli tahlil platformasi bo'lib, katta hajmdagi geografik ma'lumotlarni onlayn qayta ishlaydi. PostGIS ma'lumotlar bazasi darajasida fazoviy tahlil uchun kengaytma. Xulosa va amaliy takliflar: geoaxborot texnologiyalari va geosuniy intellekt biznes, ekologiya va davlat boshqaruvida qarorlarni kuchaytiradi. Tavsiya: asosiy texnologiyalarni o'rganish, amaliy loyihalarda ishtirok etish, ochiq ma'lumotlardan foydalanish va bulutli platformalarni sinab ko'rish. Geoaxborot texnologiyalari zamonaviy geografik va tahliliy ishlarni markazida turuvchi tizim bo'lib, u tabiiy resurslarni boshqarish, shaharsozlik, ekologiya, transport va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda samarali yechimlar yaratadi. To'g'ri tanlangan texnologiyalar va aniqlik bilan tayyorlangan ma'lumotlar geoaxborot texnologiyalarining ishonchini belgilaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.